YouTube. Yaxşımızla YouTube ko'radigan YouTuberlar, boshqalar, Odnoklassnik, Facebook, Telegram, Imo belabatlardagilar. Hammangiz yaxshimisizlar? Bugun bilan Xudoga shukr. 8-yanvar 2026-yil. Efir için dedim. Ne dedi? Efir etiyatırız. Xudoga shukr. O'zbekistondan ko'p odam meni shu Berlin efir orqali taniydi. Shabbazim she'rlar WhatsApp gruppasidan taniydi meni. Короче, 40-50 gruppa var mende. Men tanıganlar tanıyar, tanımagalar ko'rar. Mine hozir ne deydi? O'zbekistondamiz. Maydondagi musofirdagi aka-ukalarga aytajak gapim nima bor musofirda? Cho'chadagi bismillah Xudoga shukr. Kim Mal bozorda, kim Taxta bozorda, kim Sultonbo'da, kim Xayrlibo'da, birov mazar qaziydi, birov quduq qaziydi, tashqi kanalizatsiya. Kim ağaç taxta tushiradi, kim ağaç taxtani archiydi, kim sement tushiradi, kim sement yuklaydi. Yana nima? Ana shu tirikchilik o'tadir. Biroq ochimdan o'ylatir qo'yib, Rossiyaga ketaman deb. Ko'rdim tunagun dekabrda Tojikistonga Qabuljon degan bola 4-klass, 4-sinf o'quvchini pichoqlab tashladi. Bu bize eshitganimiz edi. Bizga ma'lum bo'lmagan edi, nida bor ekan. Xabarovsk krayda Samarqandlik bir birodarimizdan o'libdi. Amon bosgan urt tashlabdi Amon. Men to'g'ri yerda bo'lsa ham, qaysi mamlakatda bo'lsa ham qonunchiligini rioya etish kerak. Lekin shu qonunchiligini rioya etmagan odamda nima deydi bir otib tashlab, urib, o'zining kuchini ko'rsatuv mumkin degan emas bu. Qaysi mamlakatda bo'lishidan qat'iy nazar. Ne diyecekman? Misal uchun hozir Rossiyaning ham haqqi yo'q edi. Amonning ham. Atak Amon ne deydi bir Gurji itga o'xshaydi. Laycha itga o'xshaydi Amon. Davlatning laycha iti. Amon, Sobor, yana balabatlarlari. Bular ne deydi? Davlat tepesinde o'tirganlar bosasa bosadigan hali Shumbalaning kinosi bo'lardi. Ko'pchilik o'zbeklar biladi. Shumbala degan kino, shu Shumbalada Qaravoy qochib ketadi. Qochib tomdan ustidan tong ustidan qochib yurib, birov tandirxonaga tushib qoladi. Tandirxonada bir-ikki bunymat qiladi. Haligi uchrashib turgan erkak ayoldan uydan chiqib ketadi. Yarim kecha chiqib ketib qarasa, uxlaydigan joyda panada qo'ydi. Tong sahar buni voydod musulmonlar yordam beringlar. Yarim kechasi bir musulmon tunab ketdi. O'rni ko'rganlar bormi? Ana o'rni deydigan kino bor. Ana shunda Qaravoy o'zini himoya qilish uchun xo'razni ham dumini kesdim. Xo'razni ham patron yo'ldan sichqonni ham dumini kesdim deydi-ku. O deganday qachongacha bizlar dumimizni kestiramiz, patimizni yuldiramiz, qanotimizni yuldiramiz. O O'zbekistonning hukumatida endi tushunib borgan chiqar. O'zbekistonning hukumati minimum bir bersin endi ozmoz pulni. Oylik 2 milyon, 1,5 milyon etmezsen. Beringlar endi davlatimiz tepesinde o'tirgan akalar, ukalar. Hech bo'lmaganda 6 milyon. 6 milyon bo'lganda da kunda 200 ming so'mdan to'g'ri keladi.
Lekin şu davlat tepesinde o'tirganlar bir salavaga yoki bir oshxonaga kirsa, kamida 500-600 ming so'm to'lamasdan chiqmaydi. Onu bilamiz. Toshkentga borsam, misol uchun Toshkentda shunday. Eng arzon joy menimcha Qo'yliqdan keyin Kelish degan shaharchasi Toshkent viloyatida. To'g'risi-da. Yo'g'a endi bizlar O'zbekistonning aholisi O'zbekistonga foyda keltiramiz, oilamizga bir ikki pul bo'lsin deb O'zbekistondan chet davlatlarga musofirchilikqa chiqib ketishimiz kerak tag'in. Shu yoqdan bizlar pul jo'natishimiz kerak. Nasib etsa tirik qaytamiz. Nasib qilmasa mana shunday o'limiz ham ko'chada qolib ketadi. Ko'rdim Ukrainada shunday o'lib yotganlar ko'raturman internetdan, boshqadan. Bizlar hurmatli hamyurtlar, no'yiga davlat tepasida o'tirgan amaldorlar, akalar, ukalar, iltimos sizlardan shu masala bo'yicha qaranglar. Ana bugun 2 soat bo'ldimi yo'qmi? Qilichbek G'affarovning bloger Qilichbek G'affarov bunu 1 millionga borib qoldi menimcha podpисчиклari, obunachilari. Bunday efirga chiqdi. Hozir Donetskdaman deb bir yigitni chiqardi. 2000-yilmi borgan ekan Rossiyaga. Xullas shu yigit Qilichbekdan yordam so'rab murojaat qilgan ekan. Bilamiz, blogerlar yaxshisi bor, yomoni bor. Nasib xalq ko'raturmas. İmkoniyati kelgancha, qo'lidan kelgancha yordam etadi. Qashqadaryoning bolasini birovga olib keldi, urushning keyindan o bolalar so'ngida to'yib ketgandan keyin sariyog'im sassiq bo'ladi deydimi? Toshkent talab aytganda shu ishni qildi. Xullas, davlat tepasida o'tirganlardan bir iltimos sizlardan bir fuqarolaringizni hech bo'lmaganda endi fuqaro deb o bizlar aytmaymiz, davlat tepasindagilar aytadi. Fuqaro degan bu o'zbekcha so'z emas, arabchadan olingan so'z. Bu fuqaro degan kambag'al, yalangoyoq degan ma'noni keltirib chiqaradi. Qirg'izistonda jaron deydi. Qozog'istonda misol uchun azamat deydi. Bizlar unday kimmiz? Karchukani qovug'i bo'lamizmi? Ya savdoni ko'tib olamizmi? Uchun tepadagilardan bir iltimos. O videoni maksimalni ko'rib o'tirganlar YouTube'dan, Telegram'dan, Imo, boshqa Viber gruppalardan maksimalni tarqatuvlarini so'rayman iltimos sizlardan. Albatta Xudoga shukr, O'zbekistonning xalqida ochondan o'layotir qo'yib. Yo'q, qo'yishni bilan Rossiya. Fignya. Rossiya qachon bo'lsa O'zbekistonning qo'lidan o'tadi. Sababi asli O'zbekistonning adamı Amir Temur bolaga Yaroslav Mudriy kim bir narsa Nevskiy deganlarga shundancha sadaqa etib ketgan. Oltin O'rdaning xonaya To'xtamirxondan sakra o'rgandan keyin shoqqa qarab yurish etadi. Shunda To'xtamirxon qochib ketadi. Buni aylanib kelib o'ris knyazlari biz sana qarshi hech qanday davomimiz yo'q, urushimiz yo'q. Iltimos bizlarni boshqalab ketmagin etib deb qo'rqib o'zining sog'liq salomlari bilan elchilarini beradi Amir Temur buvamizga. Shunda Amir Temur buvamiz ham erib ketib berdim shu o'ris degan mana shu Oltin O'rdani. Endi o Oltin O'rda hali biza bilatganimiz maktab fanlarida o'qitadigan Oltin O'rda atmayag'i ana Altay, Novosibirsk, Belabatlar, buyog'i Moskva, ana Kurgan, buyog'i mana hozirgi Qozog'iston territoriyasi, buyog'i Kavkazgacha shu Oltin O'rda deb aytilgan. Lekin aslida Oltin O'rda deyilishining sababi Shimoliy Sharq, ya'ni orqa kunchiqar yoq deb aytamiz. O'zin
Şimali Garp yerine boğan yerler. Şimal Şark Kaşir. Yakutiyadan bayağı mınaga hazırғы Польша, Югославия, Финляндия, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Чехословакия, Украинаға озам. Уақытта Украина деген мемлекет болмаған. Мына Греция, Түркияға болған. Şöyle şundan çok pazar getiriyor emirci bir boğamız. Onu bize kaçamazın kolga kırtamiz. Allah nasip etse. Bize de o indi üzerince kısıp çıkarı atır. Lekin indisiler geldi. Bugün gördüm. İndisi git. 7. etajan bir kız taşı vergen oğuz kızı. Meğer can olsun bize, can sağ olsun bize var mıyız? Lekin üzeri kesin. Bize şunda işçilik şu oğuzlar beka kesin. Vaktinde bir yadında var. Şu bizlerden yurtumuzda oğuzlar, Ermeniler, Gruziller gelip bizlerge okşap, bizlerin işit maydandan bu safarda işlegen pul bolsa, pul işlegen bolsa, ayşit bolarım pul işlegen şöyle gelip. Özbekistan'da. Onun için maksimal iltimas verdi. Hemen güzel подписка basmalarla, подписка basmalarla maaşı video kim tarqalı çumur, like'lap, barmak koyarsanlar boldu. Nəsim xalıqqa oxşap bizlərən bir yetmanıza, 1 milyon mamıza 200-300'ge yetip qalıq Xuda xələsə. Canlarınız sağ olsun. Canlarınız sağ olsun Xuda xələsə.